Şerchoqlarning qimmatli kitobini tepish uchun Xaybov atritidagilar davomliq sharqqa qarab ilgirlamoqda edi. Bu qitim Cho'cho bilan yo'g'on eg'iz ularga yana qandoq to'sqinlik qiladi. Cho'qim bir amal qilib Xaybov atritidagilarning davomliq olg'a ilgirilishini to'sishimiz kerak. Bu qandoq narsa? G'alati narsa ekan qo'po. Başlık. Esimga keldi. Rivoyatga Mevlar shahridagi Shang shukan. Rivoyat qilinishicha, u bir malik ekan. Hurmatli malika tinchlikmi, ha? Bu qandoq biroq nima degansiz? Lekin u malika bo'lgan ekan, cho'qim naydi qaltis. Hozir o'zi oldimda gapda uni tutib olmasam sattirmamda, ha? Shang malika, bu ishkaylan tegi boyli bu Mevlar shahriga kelgan. Siz bizni atrofni aylantirib kela olasizmi? Çokum bırıklık doktor. Balaları Mevlar shahriga yetib bordinglarmi? Amisa, sizlar Shangshangni ko'rdinglarmi? Şangşang? O qandoq narsa? Shang, uni ilgili bo'lamdi. Bo'lmaydi. Ismida Lona bir omaq qiz bor ekanligini bilib olib bo'ladi. Bo'ldi talashmanglar. Uni topsaqlar hammani bilamiz. Dinozavr to'g'ri aytdi. Sizlarga deyishni unutib qolibdiman. Shang faqat Mevlar shahrida bor. Fursat tepib, cho'qim uning bilan ko'rishib beqinglar. U nihoyat mehmondo'st. Tadqiqot vaqtim qo'shib qoldi. Xayr xo'sh bolalari. La la la. Anlanglar, birisi naqshi yetib atqandek qiladi. Shang degan o'sha shukan. Lekin Shang nemisi cho'cholar bilan billa? Bu ishkablik cho'qib bir shunliqni o'ylayotdi. Shang. Shang o tarafda nayt chiroyli bir tal meva bor ekan. Men uni uzib akirib sizga sovg'a qilaman. Tazimi bir Shangni tutadigan ish bo'lsa, tezroq bo'lmamdigina, uningga bunchalar yaxshi bo'lishim nima jiddi. Hey, kalva qo'sh, tezroq bo'lmamsan. Tez bo'l. O iflos çocuğu. Biz çoğun bir amat ipep Shangni qutqizib chiqishimiz kerak. Qassa, bo'ldi vaqtni isrof qilmayli. Tezdan harakat qilayli. Pedrozavr tez bu yoqqa. Bu eskablaqlar, nima Shangni tutib olasizlar? Başlar. Xaybov atritidagilar ekan. Shangni tez qo'yib itish. Bo'lmasa bizni yuz hozir qilmadi deb qilishma. Shang bizga do'stlarimga ziyon yetkazguchi bo'lmanglar deyotdi. Nima? Ular do'stmikan? Bu qandoqsiga mumkin bo'lsin? Başlar. Shang bizni qo'g'dayotgandek qiladi.
Aslida bundoq ganda, Shang, bular degan eski ablaqlar, ularni yaqin keltirma, ha? Berip Şangşan'ı qutqaz. Başlaq, ularning adı ekan, rastlı tutuşup qalsaq biz ziyan tatımız. Bizning yana lazır ketibağınımızın ipi var mıken? Ondaq bu tezroq qochaylik. Oy! Çoço, yoğan yağız degan ishga bilan Şangşan'dan foydalanmoqchi ekan-da. Balaları, Şangşan'ı tapaladınlarmı? Burutuq doktor, siz mi kep qapsız-g'u? Ha, elbette sizlarga yordam qilib keldim-da. İş mundaq. Şangşan Çoço bilan yoğan yağızı özünün dostu deb o'ylab qoptu. Shunda ular bizni eski odamlar deb o'ylab qolib, shunga biz bilan mang'il o'ynamadi. Ansirmanglar balaları, Çoço bilan yo'g'on eg'iz Shangshangni oldiganka, bizmo birer amal tepib, ularning suiqasdini oshkorlashimiz kerak. Burutuq doktor, sizning biror yaxshi amolingiz bormi? İş bitdi. Endi biz tezroq bir yerni tepib, yo'shirib olaylik. Kapolat beralaymanki, Çoçolar bu ilonni ko'rgandan keyin cho'qim darhol bu yerga yetib keladi. Başlaq tez qarama, söyünçü diriş ilanı ekan. Qandaq söyünç bir ilan ekan. Ana, o şu Şangşan malikini tepib bergichilarga bir konservasi bilan ajoyib kuch-quvvat mukofot berildi ekan. Ajoyib kuch-quvvat. Men buni yoqtirib qoldim. Bundoq yaxshi ishga uchrab qolishimni o'ylab boqmabdi ekanman. Yo'q, aniqiz, Shangshangda biz hozirla u yerga boramiz. Xo'p. E'londagisining hammasi yolg'on bo'lib qoldi. Men uncha ahmoq emas. Avval Shangshangni yushirib qo'yay. Avval uni yushirib qo'yay. Başlaq, siz aqlli ekansiz. Şangşan, biz berib o'ynab kelaylik. Xo'sh. Kechdiqmi? Shangshangni izlayotgan odam sen shumi? Shundoq, men meva bo'y bo'laman. Ha? Meva boy, bu bekla qamlashmagan ismga. Amsa menga ayta, e'londa berilgan ajoyib kuch-quvvat degan qandaq narsa? Bu degan ajoyib kuch-quvvat tursa, qandoqmi mundaqla so'zlab tushundirgili bo'ladi. Biroq bu Nima biroq? Onunla erişergen adam osmonga chiqib yerga kira olaydi. Hamma ishni qila olaydi. Yana texib bo'ron chiqarib yomg'ir yog'dira olaydi. Bo'ladi. Hozirla almay turaylik. Şangşan, qochmang. Sizning Malik Shangshang bilan qanday munosabatingiz bor? Siz uni nerdan tepib oldingiz? Uni nerdan tepib olganim qandaqmi esimda bo'lsa, u tega Malik emas, nima degan kim kerak? Amaliyot u bir dot meva ekan-ku. Aslida uningda biror sehri kuch-quvvat bormikin debdim. Tugashdi. O'ylamagan yerdan sana uchrab qoldim. Uni ep qilganimning hech qanday foydasi yo'q. Biz tezroq uni almashtiraylik. Men berib uni ep kerak, ha? Shangshang, qaytib kelibsiz-da. Bu yoqqa keling. Men sizga bu bovoyni tanishtirib qo'yay. Haybab o'tirdi. Amsa sen kim? Beni aldımsın-da. Yaxshi-g'u. Sen bo'ladigan bo'ldi. Bu qatim ta'limlar o'ngda kelmaydigan bo'ldi. Shangshang tez ularni bu yerdan qo'qlab eting. Shangshang, sizga zotin nima bo'ldi? Biz degan sizning yaxshi do'stlaringiz-g'u, ha? Nima degansiz? Yo'g'onligingiz tezini o'zing kashf qilgan yirik narsangni ol. Rasulbek sezgan. Başlaq,
mayli. Bu qandaq meyve? Nima degan sesiq? Hajil bob tükürürsen mi gidekmen? Ko'zimni yumib yetibday. Men nima ishqa bu ishni unutib qolgandim.